mahkam bo'lay. Qani Qo'qon Muhammad Alining tumor namozlari bilan qani Farg'ona Qo'qon Ravshan polvon. Qani halollik so'z poklik oxirigacha mahkam. Qani Alloh kuch-quvvat bersa mahkam bo'ling Ravshan polvon. Qani ko'tarildilar. Qani Muhammad polvon mahkam bo'ling. Qat polvon. Askarlarga sho'r qo'rg'on Muhammad Ali polvon mahkam bo'ling. Qani ketyapti pastki marramizga shiddat bilan. Qani bayroq sal chaproqqa olasiz tomoshabinlardan chetroqqa. Qani marrani tomoshabinlardan o'rtaroqqa o'tasiz. Yuqoriga chiqib ketyapti deputatlarni. Qani Muhammad Ali polvon mahkam bo'ling. Qani Ahror akamiz zotlar bilan Ahror Dubaydan bilan ketdi. Millionlab dollarlar ko'rsin. Ishi ketmay asrolaksiga. Mangonliklarda pul ko'payib ketsin. Osmonda yulduzlar oylar ko'paysin. Zaminda jilg'ayu soylar ko'paysin. El ichra nochor bechoralar emas, iymon ittifoqli boylar ko'paysin. Ey baxtli gapirma yurtning to'yini, hasad ila sanama mol qo'yini, bayli baland qilib qursiningni. Yurtda obod joylar ko'paysin. Ilohim Namangan To'raqo'rg'onda boylar ko'paysin. Zoruqsang chanqasang suv so'rab soyga borasan. Zoruqsang pul so'rab boyga borasan. Hamma mashhur bo'lsa qayga borasan. Ilohim yurtimda boylar ko'paysin. Saxovatli edi bobolarimiz, andishali edi momolarimiz. Ularga o'xshasin bolalarimiz. Ot o'rnin bosguvchi toylar ko'paysin. Ilohim vodiyda Namangan To'raqo'rg'onda har kuni ko'pkara to'ylar qilib beruvchi boylar ko'paysin. Ana pastki marramizga ko'pkara qiroli Namangan To'raqo'rg'onning polvoni Karim polvon. 16-marramizni pastga televizor. Ana mahkam bo'ling Zoirbek polvon. Ana Bobur Shoh akamizning ayiq mamafar bilan chopmaylar takilmashar. Haydamang takaga, haydamang. Oling takani oldiring. Haydamang takaga. Ana pastga yangi takamiz ketdi polvonlar, pastga qarab haydang. Yangi ulog'imiz ketdi. Qo'qoniy Aypariyakka tut Yurbek akamizning otlari bilan Vossoyga qassobda ketdi pastki marramizga qarab 17-marra pastdi. Ketdi pastki marramizga pastdan yuqoriga qarab choparasizlar. Endi o'tirdim. Jon polvon. Farg'ona Qo'qon Zohid polvon mahkam bo'ling. Qara mahkam bo'ling. Qara Zohidjon polvon mahkam bo'ling. Farg'ona Qo'qon. Qara Zohidjon polvon mahkam bo'ling. Halollaysiz. Poklaysiz. Mahkam bo'ling Zohidjon polvon. Pastki marramizga Qo'qoniyakka tut Yurbek akamizning Oylik Asadbekjon akamiz, Zafarxo'ja akamda eng yosh nabira shogirdlardan Asadbekjon, Inom akamiz o'g'illari Asadbekjonning yaxshi niyatlarida chiroyli tilaklarini eshitamiz. Marhamat Asadbek. Assalomu alaykum, Quloqko'pkar muxlislari. Mana bugun Namangan To'raqo'rg'on dengiz tulporlar maydon egalari Nodir polvon, Lochin polvonlarni maydonlarda hosil bayram bo'lyapti iloyim. Har bir polvonlar yiqilmasdan, surilmasdan yaxshi cho'pib yursin. Mana muxlislarga bitta yaxshi bor. Qirlarni to'ldirib turar qadami. Ketdik zo'ram. Demaydi chin muxlislari. Go'yi bu futbolni ham kelar alami. Bor bo'ling ko'pkarning chin muxlislari.
Orangizda qizilpamlar yurar, ijobatga yetar duolar yurar. So'nqatsa bir-birini ajomlab turar. Bor bo'ling ko'pkarning chin muxlislari. O'ylamang Asadbek Zafarxo'ja qaramas sizga. Tashakkur aytaman muxlislar sizga. Siz borsiz ko'pkarlar bo'ladi bizga. Bor bo'ling ko'pkarning chin muxlislari. Bitta qarsak bormi Asadbekjonga? Eng yosh ko'pkar xonadonlaridan Asadbekjon. Sog' bo'ling. Islomlari bilan pastki marramizga bir televizor solib yadashgandi. Qani televizor qayta qo'yilyapti. Qani ko'tarildi qoraga bir gilam. Keldi qoraga gilam. Qani ko'prik. Bahodir polvon mahkam bo'ling. Qani Bahodir polvon mahkam bo'ling. Halollaysiz. Qani mahkam bo'ling Bahodir polvon. Böyle bunu bıraksam mı? Ana mahkam bo'ling. Ana yetib bordi yuqoriga. Abi akasam yeri un. Ana bayroqchi yuqori marra bayroqchi sal o'rtaroq o'tib olar ekan. Bir gilam bilan borasiz. Bir mikro to'lqinli pech bilan qayta sohilga oldingi marra. Ana bundan keyin oxir chopamiz do'stlar. Ana Faxriddin polvon mahkam bo'ling Andijon. Jahongir Amerikaning bo'yin nomlari bilan ketyapti pastki marramizga. Ana Faxriddin polvon mahkam bo'ling Andijon. Marhamatning polvoni Faxriddin polvon mahkam bo'ling. Ana halollaysiz, poklaysiz. Ana oxiridan oldingi marra salomlari. Ana ko'pkar muxlislari. Ko'pkarimizdan hamma rozimi, ovozlari eshitilmayapti. Ko'ngillarning to'layaptimi? Alloh chiroyli bo'lyaptimi muxlislar? Bugun To'raqo'rg'onliklar hech kim non yemasdan kelganmi deyman-da Zafarxo'ja aka, ovoz chiqmayapti muxlislaringizda. Ana dengiz otdi pastga tushirgan yigitlar Mardon akam so'rayapti. Baxtiyor aka dengiz otdi pastga tushing. Maydonga tushing Mardon akam so'rayapti. Qani keldi qori. Keldi qori. Mahkam bo'lish polvon. Ana Drakon bilan mahkam bo'lish. Ana chopmaylar yigitlar, chopmang. Qulog'imiz almashadi yigitlar, chopmaysiz. Ana oxirida yangi taka bilan boshlaymiz yigitlar. Ana oxirida yangi uloq bilan boshlaymiz. Farg'ona Nazariki Ulug'bekjon O'tkirbekjonlarning dadalari Muhammad Ali Hoji bobomizning Drakon nomlari bilan Muhammad Ali Hoji bobomizning Drakoni bilan Anoyish polvon oxirida oldingi marramiz yuqorisiga bir mikro to'lqinli pech solib berasiz. Anoyish polvon omon bo'lsin. Muhammad Alijon Hoji bobomizning Drakon otlari bilan tashladi yuqoriga Anoyish polvon. Bir mikro to'lqinli pechga tashladi omon bo'lsin. Qani yangi takani tashladik do'stlar. Qani yangi takani pastdan oxirida yuqoriga qarab chopasizlar. Qani yangi takamiz ketdi pastki marramizga yuqoriga qarab oxirida chopasizlar yigitlar. O'ngda qolaveringlar sherda, chopma degan taka bilan bu. Qo'qoniya ipaning polvoni Murodjon dadamizning o'g'illari Anoyish polvon omon bo'lsin. Murodjon dadamizning o'g'illari Anoyish polvon Qo'qoniya ipaning polvoni Muhammad Ali Hoji bobomizning Drakon nomlari bilan bir mikro to'lqinli pechga tashladi. Farg'ona ana to'y solim qaytadan qo'yilyapti oxiriga. Qani ko'tarildi oxir. Ko'tarildi oxir. Voy gap yo'q.
omon bo'lsin. Hozirjon akamizning salomlari qayta qo'yildi. Ateşi. Ana tegmang tagi joyda bo'ladi do'stlar. Tegmang tagi joyda bo'ladi. Bizning oxirgi marra salomlariga maydon egalaridan Abdurashid Hojibomizning nabirasi Alimardon polvon o'g'illari Qodirjon polvonga qarsak bormi do'stlar? Qarsak o'xshar. Bobolari Abdurashid Hojibomizning dengiz nomli mashg'ulotlari bilan bugungi to'yimizning oxiriga, bugungi to'yimizning mutlaq g'olibi Qodir polvon bo'lsin, Mardon akamiz o'g'illari, Alimardon polvon o'g'illari omon bo'lsin. Qodir polvon bobolari Abdurashid Hojibomizning mashhur dengiz nomlari bilan bugungi ko'pkarimizning oxirgi marra salomlariga mutlaq g'olibiga aylandi. Qodir polvon omon bo'lsin. Ana kelinglar do'stlar. Kelinglar do'stlar, duo qilaylik, xayla amin. Elda erta to'ylar bardavom bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Mana shunday Baraqlariga bosh-bosh o'tirgan hokim bobolarimiz ham omon bo'lsinlar. Har kunimiz to'y, har kunimiz bayram bo'lsin. Kelgusi yillarga ham mana shu Namangan elini, dehqonchiliklariga, kasbkor chorvadorlarga Allohim baraka berib, kelgusi yillarim barcha polvonot va ko'pkar muxlislari bilan yana To'raqo'rg'onda hosil bayramini chopish barchamizga nasib bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Xush ko'rdingiz do'stlar. Akalarimizni telefonlari